Diqqat xalqim, tezkor xabar. Bugun 18-avgust, seshanba kuni O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? 18-avgust, bugun seshanba kuniga ob-havo prognozi. Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi esa 35-37 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.